Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Jackning shovzamak mashinkasi, ya'ni 3 ta ignali zanjirchoq mashinkasini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Qani, ketdik. Ushbu mashinkamiz nima va o'zi nimalar tikadi deydigan bo'lsak, ushbu mashinkamiz 3 ta liniyali zanjirchoq bo'lib, mana bu ko'rib turganingizdek tirsakka o'xshatib chiqazilgan. Nima uchun bunaqa chiqazilgan? Shimlarni yon chekkasini yoki bo'lmasa ichini, oq ko'ylaklarni yengini mana uzun joyi bo'ladi, mana material ulangan joyi bo'ladi. O'sha narsani shunday buklab turib, qaytarib to'g'ri tekis tikishlikda foydalaniladi va bu narsa tikuvchiga oddiy mashinkalarda tikkuncha tikish imkoni yo'q. Qiyinchilik tug'diradi, ancha qiyin bo'ladi. Nima uchun? Butun materialni shunday buklab turib to'g'ri tikishlik. Bu mashinka o'sha tikuvchiga qulaylik bo'lishligi uchun mana tirsakka o'sha mameti chiqarilgan va ingichka qilingan. Tikuvchi materialni tagidan olib kelib, osiltirib to'g'ri foydalanishlik uchun tikuvchiga ancha bu narsa qulaylik beradi. Mashinkamizning o'ng tomonida mana ko'rishingiz mumkin, elektronika qismi joylashtirilgan bo'lib, platasi joylashgan bo'ladi. Mana qo'lim turgan yerda buni asosiy motori turgan bo'ladi. Glavniy motor mana shu yerda bo'ladi. Mashinkamizni o'chirib yoqishimizga mana shu yerda o'zida mana knopka qo'yilgan. Mashinkamizni yoqamiz. Xo'p, ekranida mana PS tepa past strelka qilib qo'ygan. PS ichki parametrga kirishga kerak bo'ladi. Tepa past strelka orqali biz mashinkamizning tezligini va hamda ichki parametrlarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu tepaga strelka qilib qo'yganini yana tagiga chizib qo'yilgan. Bu narsa mashinkani tikib to'xtaguncha tepada yoki bo'lmasa pastda to'xtaydigan qilsak bo'ladi liniyasini. Xo'p, tezligini qanaqa qilib ko'tarib tushiramiz desak, P01 S ni bosamiz. Mana tepaga strelka qilsak tezligi ko'tariladi. Pastga strelkani bossak tezligi tushadi. Yana S ni bosamiz, saqlanib qiladi. Mana bu tepa strelkani o'zini bosib turadigan bo'lsa, mana bitta bosib qo'ysak, mana ko'rishimiz mumkin. Mana bitta svechasi nuqtacha o'chib yonadi. Bu narsa ochiq bo'lsa, doim tikib to'xtaganda pastda to'xtaydi. Yoniq bo'lsa, har doim tikib to'xtaganda tepada to'xtaydigan bo'ladi. Bu tikuvchining o'zini qulayligiga qarab turib yoki tepada yoki pastda to'xtaydigan qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, mashinkamiz 3 ta liniyali 6 ta ip qo'yiladi. 3 ta tepaga liniyaga, 3 tasi zanjirchoq bo'lgan hisobiga pastga mabetdan keladi. Xo'p, mana bunisini bundoq ochsak, ko'rishingiz mumkin. Bu pastki ipni kelishini qotirib bo'shatish mana bu yerdan bo'ladi. Mana bu yerdan iplar o'tadi. Mana bu yerdan yana ochib mana bu yerdan. Xo'p, mexaniklarning tili bilan aytganda sertsasi, yuragi mana shu yerda bo'ladi. Ipni kelishini to'g'rilaydigan. Buni yopib qo'yamiz. Bu yoqda yopiladi. Bu yoqdan o'tgandan keyin to'g'ri mana bu yerdan keladi-da. Mana o'roqli variant. Zanjirchoq bo'lgan hisobiga bu yerda o'roq turadi. 3 ta o'roq bor. Mana shu 3 ta o'roqga mana bu yerdan ip o'tkaziladi. Liniyaning ipi tepadan keladi. Bu yoqda 3 ta liniyaga o'tadi. Hamda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, materialni buklab tikish uchun mana bu yerda uletkasi bo'ladi. Bu uletkani uni orqaga tortib turib, necha razmer kerak bo'lsa qo'yib almashtirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizda 1/4 turibdi. Kerakli razmerda qo'yiladi, nostirib qo'yiladi, bo'ldi. Joylashdi. Kerak emas bo'lsa orqaga tortib oddiy 2 ta yoki bo'lmasa 3 ta choq qilib ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. 3 ta liniyali bo'lgan hisobiga bu yerda biz xohlasak 2 ta liniyali, xohlasak 1 ta liniyali, xohlasak 3 ta liniyali qilib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Hop, mashinkamiz avtomat emas, ruchniy hisoblanadi. Oyoq, lapga ko'tarish oyoqda bo'ladi. Pedalni bosamiz, ko'tariladi. Keyin mana bu yerda aytib ketishimiz kerak, oldingi oddiy mashinkalarga mana bu yerda lapkani bosish davleniyasini oddiy mana bu buraladigan ligrovga qo'yilgan bo'lardi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana boshqacha yo'naltirilgan. Mana buni qotirib, bo'shatib, lapkani davleniyasini ko'tarib tushirishimiz mumkin bo'ladi. Orqasiga bu yerga rolik qo'yilgan. Bu rolik nima uchun? Materialni tekis tortib tikish uchun. Tikuvchi orqadan torta olmaydi. Nima uchun? Material buni butun material bu yoqdan 2 qo'l bilan ushlagan hisobiga orqadan tikuvchi materialni to'g'ri ushlab tortib tika olmaydi. O'shaning uchun tikuvchiga qulaylik bo'lishligi uchun mana shu orqasiga rolik qo'yilgan. Bu rolikni orqadan mana ko'tarib tushish uchun mexanizm qo'yilgan. Bu rolikda ham liniya bilan
общий mexanizm bilan yurishligini ligrovka qilsa bo'ladi. O'sha ligrovkasini mana bu yerda o'zining mexanizmi bor. O'shani tepa past qilib turib, mexanizmni o'zlari tayyor qilib sozlab beriladi. O'sha mexanika osonroq bo'lish uchun nima qilingan? Xo'p, keyin mashinkamizni moyi mana bu yerda ochsak, mana bu yerda turadi. Mana shisha bilan ko'rsatib qo'yilgan. Ikkita qizil chiziq, moy ko'rinadi. Xo'p, bu asosiy mana bu pastki mexanizmni moylab beradi. Mana bu yerda tepa qismiga moy kelmaydi. O'sha moy kelmaydigan yerlarga mana qizil nuqta qilib belgilab qo'ygan. Buni tikuvchi 2-3 kunda bir o'zi moylab turish kerak bo'ladi, ishlatishiga qarab turib. Mashinkamizni hozir sizlarga bir tikib ko'rsatib beramiz. Buning uchun biz hozir materialni bu yoqdan qo'yamiz. Ulitkasiga kirgizamiz. Ulitkasi tepasini, pastini to'g'rilaganimizdan keyin lapkani ko'tarib materialni kirgizib olamizda. Bo'ldi. Bu yog'ini keyin bir tekis ushlab turilsa bo'ldi. Birinchi lapkani mana orqasidagi nimasini ko'tarib qo'yib, materialni ozroq yurgizib olamiz, keyin tushirib olamiz. Mashinkamiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Mashinkamizning narxi, qo'shimcha ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, opisaniyada link qoldiramiz. Link orqali o'tib turib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.